sichqon guruch idishga tushib qoladi. Omad, bayram, endi ov yo'q, faqat yeyish, uxlash, takrorlash. Avvaliga bitta sakrash yetarli edi. Idish chet yaqin edi. Chiqish nima keragi bor? Ovqat to'la. Kunlar o'tadi, guruch kamayadi, idish chuqurlashadi, sakrash qiyinlashadi. U sezadi, lekin e'tibor bermaydi. Yana bir kun, yana bir ovqat, keyin esa bo'sh devorlar bilan siliq, na tutqich, na yo'l. U tepaga qaraydi, yorug'likka, o'limni kutadi. Uni ochlik emas, qulaylik o'ldirdi. Guruch idishi tuzog'i 3 soatlik scroll hech qayerga olib bormaydigan munosabat, kam to'laydigan va kam talab qiladigan ish. Yoqimli tuyuladi. Aslida tuzoq, arzon zavq, boshida bepul, lekin hisob baribir keladi. Har topilmagan dopamin, keyin chiqolmaydigan devorning yoshida. Dam olyapman deb o'ylaysan, aslida cho'kyapsan. O'lqin kelganda va u doim keladi. Suzishda davom etganingni istaysan. Ammo endi kech.